Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Oston Urunovga Rossiyadan ikki variant bor. Spartak va Ufa kabi jamoalarning sobiq futbolchisi Oston Urunovga Rossiya klublaridan qiziqish bor. Mashna Sport nashrining yozishicha, Dinamo Mix va Rubindan variantlar bor. Futbolchi Eron mamlakatidagi siyosiy holat sababli Persepolis xo'jayinlaridan shartnomani bekor qilishni so'ragan. Biroq klub unga rad javobini bergan. Persepolisga esa transfer oynasi ochilganda uni istalgan chempionatga ijaraga berish taklifini yo'llashgan. RPLda 26-iyun kuni transfer oynasi ochiladi. Maxachkalaning Dinamo jamoasi bosh murabbiyi Vladimir Yevesov Oston Urunovga begona emas. Ular birgalikda Ufada ishlagan. Rubinda esa endi imkoniyatlar past. Chunki u yerda futbolchining yaxshi tanishi bo'lgan Rashid Rahimov jamoani tark etgan. Shu sababli endi Oston Urunovning eng kamida yozgacha individual tarzda shug'ullanib turadi. Oldinroq Urunov Andijon tomonidan taklif borligi aytilgandi. Jamoa ustozi Samuel Babayan agarda imkoniyat bo'lsa, futbolchini tarkibga qo'shib olinishini ma'lum ham qilgandi. Urunov ushbu mavsumda Persepolis tarkibida 21 ta o'yinda qatnashib, 3 ta gol va 2 ta assistni qayd etdi. Rodri Realga o'tish ehtimolini inkor etmadi. Yarim himoyachi Atletikodagi o'tmishi bunga to'sqinlik qilmasligini aytdi. Manchester City yarim himoyachisi Rodri kelajakda Real safida o'ynash ehtimoli haqida fikr bildirildi. Bu haqida Metro xabar berdi. Futbolchining ta'kidlashicha, Atleticoda o'ynagani Manchesterning boshqa klubiga o'tish variantini rad etish uchun sabab bo'la olmaydi. Atleticoda o'ynagani Real variantini ko'rib chiqishimga to'sqinlik qilmaydi. Dunyoning eng yaxshi klubiga rad javobini berib bo'lmaydi, dedi Rodri. U shuningdek, La Ligaga qaytish istagini ham yashirmadi. Men yana Ispaniya chempionatida o'ynashni xohlardim. Santiago Bernabeuda har doim o'zgacha muhit bo'ladi. Hozirda APLda o'ynash menga yoqyapti. Lekin vaqti kelib, kelajagim haqida gaplashamiz, deya qo'shimcha qildi yarim himoyachi. Ma'lumot uchun 29 yoshli futbolchi 2019-yildan buyon Manchester City safida to'p tepib kelmoqda. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Ronaldo Al Nassr bo'yicha bayonot berdi. Al Nassr hujumchisi Cristiano Ronaldo jarohatdan tiklangandan so'ng klubga qaytgan haqida post joylandi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga o'z suratini joylab, shunday deb yozdi: "Qaytganimdan xursandman. Hammasi yaxshi ko'rinmoqda." Ronaldo Saudiya Arabistoni Pro Ligasida Al-Feyhaga qarshi o'yinda 3-1 hisobida jarohat olgan edi va davolanish uchun oilasi bilan Madridga, Ispaniyaga ketgan. Joriy mavsumda 41 yoshli futbolchi barcha musobaqalarda 26 ta o'yinda ishtirok etib, 22 ta gol urdi va 4 ta assistni qayd etdi. Saudiya Arabistoni chempionatida 26-turdan so'ng Al Nassr 67 ochko to'plagan holatda turnir jadvalida yetakchilik qilmoqda. Rüdiger Germaniya milliy terma jamoasidagi pozitsiyasini yo'qotmoqda. Himoyachi jarohatlar, xatolar, mojarolar fonida asosiy tarkibdan chetlamoqda. Real klubi va Germaniya milliy terma jamoa himoyachisi Antonio Rüdiger hozirgi milliy terma jamoada o'z o'rnini yo'qotish xavfi ostida. Bu haqida nemis matbuotlari xabar bermoqda. So'nggi vaqtlarda futbolchining o'yini keskin tanqidga olinmoqda. Jahon chempionati saralashda Slovakiyaga qarshi bahsdagi muvaffaqiyatsiz harakatlari uning pozitsiyasidagi jiddiy ta'sir qilgan. Shu bilan birga murabbiy Julian Nagelsmann markaziy himoyada Nico Schlotterbeck va Jonathan Taduetiga ko'proq ishonch bildirmoqda. Mutaxassis Rüdigerning individual sifatlarini yuqori baholagan bo'lsa-da, unda to'liq jismoniy tayyorgarlik talab qilayotganini ta'kidlagan. U 100% tayyor bo'lishi kerak. Aks holda o'z darajasini ko'rsata olmaydi, degan Nagelsmann. Futbolchining muammolari faqatgina maydon bilan cheklanmayapti. So'nggi yillarda uning atrofida bir qator mojaro va intizomiy holatlar ham yuzaga kelgan.
Ayrim mutasaddilar hatto uni milliy terma jamoadan chetlatilishi kerakligi haqida ham fikr bildirgan. Bundan tashqari, jarohatlar ham Rüdigerning faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. U ushbu mavsumda bir necha bor safdan chiqqan va bu uning milliy terma jamoadagi o'rnini zaiflashtirgan. Shu bilan birga, Realda ham himoyachining kelajagi borasida qaror qabul qilish arafasida. Klub uning shartnomasini uzaytirishga tayyor, biroq maoshini kamaytirish sharti bilan. Manbaga ko'ra, futbolchining Juventus, Manchester United va Liverpool klublari qiziqish bildirmoqda. Hakimi agentining bayonotiga qaramay, u Realga qaytishni istamoqda. PSG himoyachisi Ashraf Hakimi hali ham Real Madridga qaytishi mumkin. Bu haqida jurnalist Ramon Alvarez xabar bermoqda. Manba ma'lumotlariga ko'ra, futbolchining agenti kecha marokashlik o'yinchi Parijlik klubni tark etmoqchi emasligini aytgan bo'lsa-da, futbolchining o'zi baribir qaymoq ranglilar safiga qo'shilishni istamoqda. U yozda Realga transfer amalga oshirilishi niyatida. Eslatib o'tamiz, Ashraf madridliklar tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2021-yildan buyon PSG safida to'p tepib kelmoqda. Otabek Shukurov Katanetsdan Husanovni tarkibga qo'shilishini iltimos qilganmiz. Jahon chempionatidan oldin barchangizni e'tiboringizdamiz. Milliy terma jamoa yetakchisi Otabek Shukurov bugungi kunda mashg'ulotlardan oldin ommaviy axborot vositalari vakillari bilan suhbatlashdi. Mundialdan oldingi so'nggi yig'in, Jahon chempionatidan oldingi so'nggi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazyapmiz. Ikkita uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. Eslasangiz, Jahon chempionati saralashdan oldin ham terma jamoa yaxshi natijalarni qayd etgan edi. Endi 4 yillikning eng yirik musobaqalardan avvalgi bahslarga g'alabaga erishishni ko'zlayapmiz. Mundialga yaxshi duh bilan borishni istaymiz, deya fikr bildirdi Otabek Shukurov. Abdumajidov va Karimov kabi yosh futbolchilar terma jamoaga qanday foyda keltirishi mumkin? O'zingiz ham vaqtida yosh yigitcha bo'lib terma jamoaga kelgansiz. Bir necha kun avval murabbiylar shtabi bilan shu haqida gaplashgandik. Yoshlar bizga yordam beradi. Terma jamoada har bir futbolchining o'z o'rni muhim. Biz ham vaqtida yosh bo'lganmiz va kattalar o'z vaqtida bizga yordam bergan. Bu juda ham muhim. Yosh futbolchilar terma jamoaga erkinroq qo'shilib ketsa, kelajakda bizga ham yaxshiroq bo'lishi tilakdoshimiz. Jahon chempionati saralashdan oldin Fayzullayev va Husanov terma jamoaga qo'shilgan edi. Katanetsdan Husanovni asosiy tarkibga qo'shilishini iltimos qilganmiz. Hozirgi kunda esa natijalarni o'zingiz ko'rib turibsiz. Milliy terma jamoaning hozirgi holatidan kelib chiqib, ushbu musobaqaga qanday vazifalar qo'yildi? Jarohatlangan futbolchilarga yaratgan egam o'zi shifo bersin. Sportda jarohat har doim yonma-yon yuradi. Ularning o'rnini to'ldira oladigan futbolchilarimiz topiladi degan umiddaman. Ushbu musobaqa ham o'ta muhim. Muxlislarimiz ko'z oldida o'ynaymiz. Jahon chempionatidan oldin barchangizni e'tiboringiz bizga qaratilgan. Jahon chempionatiga yaxshi tayyorgarlik ko'rib olishimiz lozim.